Tasavvur qiling, bir lahza bor, u paytda hech qanday portlash bo'lmaydi, osmonda raketa izi ko'rinmaydi, shaharlar ustidan qiruvchi samolyotlar uchmaydi, lekin butun dunyo birdan jim bo'lib qoladi. Bu jimlik qo'rquvdan emas, tushunishdan tugiladi. Chunki insoniyat nihoyat shuni anglaydi, urushni boshlash uchun qurol kerak emas ekan, uni tugatish uchun esa undan ham kuchliroq narsa zarur. Ana shu lahzada bu texnologiya ishga tushadi. Avvallari urush deganda har doim o'q ovozi, portlash, vayron bo'lgan uylar va ko'z yoshlari yodga kelardi. Endi esa urush tushunchasi sekin-asta o'z ma'nosini yo'qotmoqda. Chunki yangi davr keldi. Bu davrda kuch mushakda emas, tezlikda emas, hatto qurolda ham emas. Bu davrda kuch qarorda, hisobda va oldindan ko'rishda. Bu texnologiya oddiy qurol emas. U hujum qilmaydi, tahdid solmaydi, hatto ko'rinmaydi ham. Lekin u ishga tushgan zahoti dunyodagi barcha agressiv niyatlar ma'nosiz bo'lib qoladi. Chunki har qanday hujum oldindan bilinadi. Har qanday zarba urilmasdan avval yo'qqa chiqariladi. Va eng muhimi, bu jarayonda hech kim olmaydi. Tasavvur qiling, dunyoning qaysidir burchagida bir davlat urush boshlash haqida o'ylayapti. Hali buyruq berilmagan, hali raketa uchirilmagan. Faqatgina fikr, faqatgina strategiya. Lekin bu texnologiya aynan shu bosqichda ishga tushadi. U niyatni o'qiydi, ehtimolni hisoblaydi, oqibatni ko'rsatadi. Natijada urush boshlanishidan oldin tugaydi. Bu yerda gap sehr yoki mo'jiza haqida emas. Gap hisob-kitob darajasiga yetgan sun'iy aql haqida. Shunday tizim yaratilganki, u millionlab ssenariylarni bir lahzada tahlil qiladi. Qaysi qaror qancha zarar keltiradi, qaysi hujum qanday javobga olib keladi, qaysi urush oxir-oqibat kimni yutqazadi. Va bu javoblar shunchalik aniq bo'ladiki, urushni boshlash mantiqsizga aylanadi. Avvallari rahbarlar urushni ko'pincha noto'g'ri hisob sabab boshlab yuborgan. Bugun esa noto'g'ri hisobga joy qolmayapti. Chunki bu texnologiya hissiyotlarga emas, faktlarga asoslanadi. Gazabni ko'rmaydi, nafratni sezmaydi, faqat natijani hisoblaydi. Va natija deyarli har doim bir xil bo'ladi, urush yutqaziladi. Eng qiziq tomoni shundaki, bu tizim qo'rqitmaydi. U tahdid qilmaydi. U shunchaki oynani tutadi. Insoniyat o'z aksini ko'radi. Qanday yo'qotishlar bo'lishini, qanday oqibatlar kelishini, qanday avlodlar zarar ko'rishini aniq va ravshan ko'radi. Shundan keyin savol tugiladi, bunga arziydimi? Bu texnologiya ishga tushgach, harbiy budjetlar ma'nosini yo'qotadi. Chunki jang maydoni endi yerda emas, ma'lumot ichida bo'ladi. Kim ko'proq tankga ega emas, kim ko'proq samolyot ishlab chiqarmaydi. Kim yaxshiroq tahlil qiladi, kim oqibatni oldindan ko'ra oladi, ana shu ustunlikka ega bo'ladi. Bu yangi kuch klassik qurollarni keraksiz qiladi. Chunki agar zarba berish imkoniyati bo'lmasa, qurol nima uchun kerak? Agar har bir hujum urinishidan oldin barbod bo'lsa, agressiya ozozidan yo'qoladi. Natijada urush emas, muvozanat yuzaga keladi. Ko'pchilik bunday texnologiyadan qo'rqadi. Chunki u nazoratni odam qo'lidan oladi. Lekin aslida u nazoratni yo'qotilgan joyga qaytaradi. Chunki urushlar ko'pincha nazorat yo'qolganda boshlanadi. Hissiyotlar ustun kelganda, kuch aqlni yenganda, ana shunda falokat yuz beradi. Bu tizim esa aynan shu nuqtada to'xtatadi. U qarorni sekinlashtiradi. O'ylashga majbur qiladi. Shoshma-shosharlikni yo'qqa chiqaradi. Va shu orqali millionlab hayotlarni saqlab qoladi. Tasavvur qiling, kelajak avlodlar urush sozini faqat tarix kitoblarida o'qiydi. Ular uchun urush bu afsona bo'ladi, tushunib bo'lmaydigan xato bo'ladi. Chunki ularning dunyosida har bir agressiya oldindan o'chirilgan bo'ladi. Har bir tahdid raqamlar ichida erib ketadi.
Bu texnologiya ishlayotgan paytda urush boshlanmaydi, chunki boshlashning iloji qolmaydi. Va shu sababli u tugaydi. Oxirgi o'q otilgan kun emas, oxirgi urush fikri yo'qolgan lahza muhim bo'ladi. Eng chuqur haqiqat shundaki, bu texnologiya odamlarni majbur qilmaydi. U tanlov beradi. Lekin bu tanlov shunchalik aniq va shunchalik mantiqli bo'ladiki, boshqa yo'l qolmaydi. Urushdan voz kechish eng oqilona qarorga aylanadi. Dunyo asta-sekin tushunadi, haqiqiy kuch yo'q qilishda emas, oldini olishda ekan. Haqiqiy g'alaba dushmanni yengishda emas, dushman tushunchasini yo'qotishda ekan. Va bu texnologiya aynan shuni amalga oshiradi. Shu sababli agar bir kuni butun sayyora birdan jim bo'lib qolsa, qo'rqmang. Balki bu portlashdan oldingi sokinlik emasdir. Balki bu urushdan keyingi tinchlikning boshlanishidir. Chunki bu texnologiya ishga tushgan bo'ladi. Va u paytda urush boshlanmaydi. U allaqachon tugagan bo'ladi.